Do'stlar, mana yana shu Namangan viloyatidagi Mingbuloq tumani Nayman qishlog'idan oqib o'tgan o'zimiz Sirdaryoni bo'yidan yana ozgina bo'lsa-da miyalaringizni dam oldiradigan ozgina video qo'yishlikka qaror qildim do'stlar. Mana shu oqib o'tayotgan Sirdaryomiz. Hozir suvlar ancha pastlab qolgan. Yani yog'ingarchiliklar boshqalar bo'lganga o'xshaydi munosabati bilan. Endi avvalo Allohning qudrati bilan suv pastlagan. Yani buni yog'ingarchilikka aloqasi yo'q deb o'ylayman. Mana o'sha qilinib borgan ishlarimiz, eslaringizda bo'lsa, oldingi videolarimizda, ya'ni o'tgan yil 2024-yilda mana shu ro'paramizda ozgina joy, o'sha yerda buzilgan ozgina joy. Buzilib ketib, suv narigi tomoniga o'tib ketganda yana uni qayta ishlar qilib, yana o'sha katta texnikalarda tuproq, unga o'xshagan betonni maydalangan siniqlarni, anaqa harsang toshlarni olib kelib tashlashdi yana biz oldingi holatiga keltirib qo'yishdi. Barchalariga kattakon rahmat aytib qolamiz. Shunchalik davlatimiz tomonidan qilinayotgan yordamlar uchun, ya'ni bilsalaring, mana shu men turgan joydan qariyb shunday ketish bo'yicha yaqin 600-700 metr masofada qilingan bu ishlar. Sizga ko'rinyaptimi? Mana shu oxiridan shu oraliqdan ham ko'rinib turibdi, ya'ni o'rtada orolcha bor bitta. Shuncha qilingan ishlar. Barchalarga kattakon rahmat aytib qolamiz, ya'ni davlatimizga, shu ishda ustida turganlarga barchalariga minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz do'stlar. Daryomiz yana jo'shib oqishda davom etyapti.